Hindiston India Personal Data Protection Bill 2020-yil qonun loyihasi qabul qilinishi kutilmoqda. Maqsadi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, davlat manfaatlari va milliy xavfsizlikni saqlash. Qo'llanilishi Hindiston hududida Hindiston fuqarolari ma'lumotlari bilan ishlaydigan barcha bizneslar tashkilotlariga qo'llaniladi. Asosiy talablari ma'lumot egasi bo'lgan tashkilot majburiyatlari ma'lumot faqat maqsadga muvofiq ishlatish, rozilik olish, consent, ma'lumot sifati va xavfsizligini ta'minlash, majburiy xabarnoma berish tartibi, ma'lumotni saqlash muddatini cheklash, javobgarlikni oshirish. Huquqlar Data Principles ma'lumotga kirish huquqi, tuzatish va o'chirish huquqi, ma'lumotlarni ko'chirish, unutish huquqi. PI tarifi shaxsiy ma'lumot personal data to'g'ri yoki bilvosita shaxslarni aniqlashga imkon beradigan barcha ma'lumotlar, xoh onlayn yoki offlayn turdagi barcha ma'lumotlar bular personal data hisoblanadi. Personal sensitive dataga esa moliyaviy, sog'liq ma'lumotlari, biometrik va genetik ma'lumotlar, din va siyosiy e'tiqod, rasmiy identifikatorlar bular misol bo'la oladi. Qo'llanish hududi Hindiston hududida yig'ilgan, qayta ishlangan yoki uzatilgan ma'lumotlar Hindiston fuqarolari yoki tashkilotlariga xizmat ko'rsatilsa ham anons ma'lumotlarga tatbiq etilmaydi. Istisnolar davlat xohlagan paytda qonun bandlarini chetlab o'tishi mumkin. Nazorat organi Data Protection Authority of India jarimalar auditdan o'tolmasa yillik daromadning 2% yoki 50 million Indiya rupiyasigacha, qaysi katta bo'lsa ma'lumotlarni himoya qila olmasa yillik daromadning 4% yoki 150 million Indiya rupiyasigacha, qaysi biri katta bo'lsa shu qo'llaniladi. Ta'siri Hindistonda faoliyat yuritayotgan barcha bizneslarga va shuningdek Hindiston fuqarolari ma'lumotlari bilan ishlaydigan barcha global kompaniyalar va tashkilotlarga tatbiq etiladi. Hindistonning maxfiylik qonuni GDPRga o'xshash, ammo davlat keng istisno vakolatiga ega. Huquqlari esa kirish, tuzatish, o'chirish, unutish huquqlari. Qonuni esa Data Protection nazorat organi esa Data Protection Authority of India. Nazorat jarimalari daromad foizi va katta summalar bilan hisoblanadi. Hindiston qonuni Personal Data Protection Bill